Bu apparatim o'tgan yili top 5 taligimda juda hit bo'lgan. Bu apparat o'zi nima uchun, nimaga ishlatsa bo'ladi deb sizlarga bir informatsiya berib o'tay dedim. Masalan, men o'zimni matraslarimni, mebellarimni, gilamlarimni uy sharoitida o'zim tozalayman. Hech qanaqangi odam chaqirmayman. Gilamlarni ham berib yubormayman. Joyida tushgan dog'larni, kirlarni svejeligida tozalab olaman. Bu ruchnoy apparat, torch kuchlari 600 watt, juda ham zo'r tozalab beradi. Albatta, sredstvo solinadi. Hamda oyna nasatkalari bor. Men shunday qilib oynalarimni tozalab olaman. Hamma suvlarni tortib quritib beradi. Buni stiklochistитель deydi. Eng yoqtirgan qulayligim juda ham yengil, unaqangi og'ir, qo'pol apparat emas. O'shanga bemalol bunday qo'lingizga olib ishlatsangiz ham bo'ladi. Ko'rganingizdek, men xuddi shunday qilib tozalab olaman. Eski videolarda gilamlarni ham tozalaganim bor. Kimga qiziq bo'lsa, profilimga o'tib ko'rsalaring bo'ladi. Gilamlarni ham bemalol tozalasa bo'ladi. Shotkalari juda ham enlik, baquvvat. Tozalagan joylaringizni 3-4 soatda quritadi, maksimum 12 soatda quriydi.